qo'lini shunaqa o'tkazyapti-da, qo'li prям oq ham emas, qora ham emas, seri qo'l. Oxirgi paytlar men qo'rqinchli voqealarni aytib chiqayotgandim. Bu narsa qanaqa qilib boshlandi? Men uyimdagi har xil ovoz shaglardan, eshik ochilib yopilishlaridan boshlandi. Podpischiklarim o'zini hayotda bo'lgan qo'rqinchli voqealarni yozishdi. Men ularni ham video qilib chiqdim. O'tgan kuni menda yana shunaqa narsa takrorlandi. Koridorda men efir qilaman, shtatifim bor edi. Oshxonaga kirish uchun shtatifni surish kerak. Men uxlayapman, kun hali yorug' edi. Shtatifim surildi va qanaqadir shaqir-shuqur ovozlarni eshitdim. Men tomonga yana qadam tovushlari kelayotganini his qildim. Sekin yurib kelib, yonimga o'tirdi. Men bu tomonga qarab yotgan edim. Meni xuddi nazarimda sochimimni olganga o'xshadi-da, ko'zimni oldida qo'lini shunaqa qilib o'tkazdi. Bu meni tushim emas, chunki men ko'rib turibman. Ko'zimni shunaqa kichkina ochib pirpiratib ochyapman-da. To'g'rimda oyna bor, parda mashincha ochiq, tashqarini yorug'ini ko'ryapman. Xira-shira shom payti. Qo'lini shunaqa o'tkazyapti-da, qo'li prям oq ham emas, qora ham emas, seri. Odamning qo'liga o'xshamaydi, qanaqadir tirnog'i bormi yoki tukmi u nimaligini bilmayman. O'rnimdan turib keta olmayapman-da, shu his qilyapman yonimda kimdir o'tirganini. Joydan turdi, yana oshxona tomonga chiqib ketdi. Men o'rnimdan turib ketdim. Ayamga telefon qilib bo'lgan voqeani aytdim. Sen shunaqa voqealarni gapirganing uchun quloq qizib kelayotgan bo'lishi mumkin dedi. Bilmadim u. Может, domovoydir, может boshqa narsadir. Nima deb o'ylaysizlar? Nima u?